boshqasi? Ha, bo'lsin. Yumshatish uchun sug'orish tizimida tejamkor texnologiyalarni joriy etish, tomchisi tilloga teng ob hayotni behuda isrof bo'lishining oldini olish talab etiladi. Shunga asosan bugun sohaga innovatsion texnologiyalar jalb etilib, bu o'zining yuqori samarasini beryapti. Xususan Prezidentimizning 2019-yil 10-iyundagi qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish to'g'risidagi farmonlarga asosan viloyatda 2020-2030-yillarda 62.531 gektar yerlar qayta tiklash va foydalanishga kiritish hisobiga o'zlashtiriladi. Joriy yilda 2344 gektar maydon qayta foydalanishga kiritilishi rejalashtirilgan va bu borada Karmana tumanining Malikchul hududidagi yerlarda investorlar tomonidan ushbu ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Hozir mazkur hududda polietilen quvurlarini yerga yotqizish, suv nasoslarini o'rnatish hamda suv chiqarish ishlari olib borilyapti. Ma'lumki, fermer xo'jaliklari uchun tomchisi oltinga teng bo'lgan suvni o'z vaqtida yetib borishi ariq va zovurlarning tozaligiga bevosita bog'liq.